Allah ömrünüz ya. 40 qolib ketgan. 40 qolib ketadigan bir kunda. Maşallah. 10 kunga 400 qoldi. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ot shaydoqlari, biz Abakan Ayg'ir kanalimizga xush kelibsizlar. Biz o'z ish faoliyatlarimizni yurgizyapmiz. 90-80% haligi mo'ljallagan yozuv bilan qilgan mehnatlarimizni pirovardisiga, ya'ni oxiriga yetishlik arafasidamiz. Yana 2-3 yerdan olib chiqadigan otlarimiz qoldi, toylarimiz, uylilardan. Va vaholanki bu yerdagi toylardan olib chiqib mana guvoh bo'lib turibsizlar. Qo'rolarga sizlarning omonatlaringlarni olib kelib joylayapmiz. Bularni qo'limizda ishlayotgan 4-5 bola kechasi kunduzi ahamiyat berib, ehtiyot qilib, omonatga mahkam turgan holatda. Nafaqat bu omonatlarni chiroyli yaxshi boqishlik, balki omonatda mahkam turishlikda juda ham bir katta barokatlar bor. Omonatda mahkam turishlikda Alloh tomonidan behisob ajr mukofotlar bor, savoblar bor. Ham tijorat, ham savob. Allohdan savob umid qilgan holatda bu jonivorlarga yaxshi qarayapmiz. Chunki sizlar bizdan sotib olgansizlar, bu sizlarning mulkinglar hisoblanadi. Biz kuchimiz yetganicha qarayapmiz. Alloh fazli bilan va hozir shunday uylardan oxirroqiga surib qo'yganligimiz rekord chiqqan uyni. Shu uyga ketyapmiz. Bu yerdan 14 bosh erkak to'yganmiz. Shu to'ylardan Andijonlik ukalarimizga sotdik, Namanganlik ukalarimizga sotdik, Samarqandlik ukalarimizga sotdik, Qirg'izistonlik, O'shlik, Jallovotlik, Noqotlik ukalarimizga sotdik. Bularni juda ham bir o'zgarishi yaxshi bo'lgan. Bu yerda shu tozaqon bo'lganligi uchun rekordni o'tgan yili shu Jallovotlik axsilik Bektur degan ukamizga berdik. Endi valigi bir tomondan shu jonivorning qoni yaxshi bo'lsa, bo'ylari baland bo'lsa, ikkinchi tomondan Bektur ham juda ham bir nihoyatda e'tibori bilan yaxshi taylarini qurib ushab, yuganlab, toyligidan bir otga bir e'tibor berganda e'tibor berib, tarbiyalab, chiroyli qilib qo'yibdi. Haqiqatda zo'r rekord bo'ldi. Endi buni uylidan mana bu yilgi mavsumda ham juda ham bir chiroyli qulunlar tushdi. Aka-ukalarimizga shu onasini yonida yurganligini tavsiya qilsak, yoqtirib, baho kerak qilib bizdan olishdi. Ba'zi bir akalarimiz birdan pullarni sal berdi, ba'zi bir akalarimiz pullarni bo'lib sal beryapti. Endi Alloh nasib qilsa shu toylarni yig'ib olganimizdan keyin biz ikkinchi etapga o'tamiz ish jarayoniga. Bunda albatta biz 7-8 karavonlarimizni birdan Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonlarga jo'natishga harakatini qilamiz. Bizlarni kuzatinglar, bizlardan toylar sotib olinglar. Bizni Abakan Ayg'ir xonamizda yana sizlarning omonatlaringizdan tashqari juda ham bir ko'p sotiladigan chiroyli yaxshi kelajagi bor toylar bor. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga biz duolar qilamiz. Alloh panohida bo'linglar. Iloji boricha oshinib 20-30 mingdan biz kartaga tashab, bitta toyni baraka qilib olib qo'yib, sekin pulini to'lasanglar, Allohga oson. Birpasda pulini to'lab olib qo'yasizlar, bitta toyli bo'lasizlar, 8 mingdan yem cho'piga berasizlar. Chiroyli qilib ukalarimiz, bolalarimiz qora beradi. Va yo'l kirasini berganinglardan keyin biz inshaalloh sizlarni omonatlaringlarni yetkazib olib boramiz. Va buning orqasidan inshaalloh mana o'tgan yildan beri juda ham bir aka-ukalarni ko'p orttirdik. Juda ham bir qalin bo'lib ketdik. Alloh davomiy va dunyo oxiratda shunday aka-ukalardan qilsin. Bizni kuzatinglar, biz yo'llarimizda mana davom etyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tavonga kirdik. Ko'rib turganlarda bu yerdan 4 bosh urg'ochilardan oldim. Urg'ochilardan shu biya qilishlik uchun o'zimizga o'tgan yil ham urg'ochilardan olib qo'shganman. Yaxshi, ko'z tegmasin, zo'r anaqa bo'lgan. Bu yilgi nima deyam, o'sha sezonda ham 4 nafar urg'ochilardan oldim. Bu yerda asosiy shu birinchidagi Qoratoy Noqotlik ukamizniki, Umarjonniki. Orqasidagi Humoyin Andijonlik ukamizniki. Bular asha rekord yurlar. Mana bular urg'ochilar ekan. O'tgan yili Samarqandlik, Jizzaxlik ukalarimizga urg'ochilardan berganmiz.
Qoni toza, yaxshi. O'zimizdagi borgan ayg'irlarni yo po'sh ayg'irlarni qo'ysa, ularga juda ham zo'r tushadi. Ularda shu toza sovetskiy qon bor. Mana shu qorasini orqasida qo'ydik. Buni ketdi. Shunchalik qo'shqar ekanlar. Achchani vallahi. Endi hozir yana quramizga borgandan keyin bularni ichkariga olib kelib, xotirjamlikni birma bir tanishtirib, xudo xolasa shunday qilamiz. İnşallah ko'rasizlar. Maşallah deb qasd o'tgan ham olgan hamma ukalarimiz xursand, baraka qildi. Dostonbek degan ukamiz ham bir qo'shnisiga bergan. Kecha endi Maqsudbek degan ukamiz aka borib Farg'onaga dedi, kelsam dedi. Bir osoqol boqibdi dedi, juda ham kelishtirib boqibdi. Deydi, rekordni boqqan ukamiz ham xursand. Hozirga bilan bityapti. Averasida endi bir boshqa bir ikkita ukalarga berdik. Asha Umarjon, ana shu Qoratoy ichib kelyapti. Asha Umarjonniki. Qozog'iston ukalarimizga berdik. Achchani bor. Mana shu rekord yuzidagilar. Achchani. Yani ikkita biya ham oldim bu yerdan qo'shib. Bunisi 4 yosh biya ekan. Maşallah 4 yashar. Mana shu hozirgi buqachilar 3 yashar, 4 yasharda shu holatda bo'ladi. Bu yonidagi 15 yashar atrofidagi biya dedi. Sotaman deb shuni yoshi katta bo'lsa ham oldim, po'shaga qo'yaman deb. Po'sha ayg'irimizga shuni qo'yaylik ekan deb niyat qildik. Baronga qo'ysak ham yaxshi tushadi bularni. Canım, hoş havalandı kadıyla. Uzunluğu kadıyla. 4 yaşar. Allah nasip olsa bakar bir 5 yaşar vardı. Yani o var bir dası var. Bu boğaz. Bana olsa kanını tartır burası boğaz var şekli. Bu haberiler ki. Ha canım valla. Kapta. Şurasından başlandı. Maşallah. Ha canım valla. Yapız. Bu adam oturkayı salamayı tuvalayalım. Ha canım olur. Bu aşı aksıda Türkiye meşhur rekordtu. Ülkeler. Çık canım valla. Koy. Это, наверное, кабана. Животное ебучее. Bazı işimiz yaxshi ketyapti. У него дела. Maşallah. İşte kabelkan aldık. Bir yer artık. Maşallah. Yanında yaş 4 yaşar gibi. Ona 15 yaşar atrafıda gibi ya. Lakin katta. Bunlarda aşağı aygırlar gibi koyarız hani. Qor yog'yapti, mana otlarni yuklab oldik. Allohga shukr. Sizlar duolaringlar bilan endi yo'lga ravona bo'ldik. Qor tezlashib ketdi. Maşallah. Rekordluğunu hep göre çürü olayım mana. Allah nasip qilsa, maşallah. Canım valla. Canım valla. Moyindik. Ancarlık yalnız. O korası Ömercanlık. Ravqatlık yalnız. Yani içinde en kattası manası iken ha. O haberlersi. Bu Ziyade'nin ikili. Maşallah. Ha canım var. Bunların içinde 2 de baytalyan var, satıladı. O baytallarını görasına. Ha gel. Rekord düğünüden urgaçı alaman dediğim aki ülkeler olsa. Mana. İşte kuşu oldu mana mana. Mana naşı. Urgaçı. Alohida videosu ham bor. 189. Nomer ekan. Ular endi xudo xolasa video katta narsalar bo'ladi.
Hozir ikkinchisini ko'rsataman. Hah, jonivorlar. Qani. Cho. Cho. Ha. Cho, jonivor. Qani. Ha. Ha. Maşallah. 10 bosh sotilgan ular mana. Marhalasi rekordlar. Mana. Asham urg'ochi 189. Yani bitta urg'ochisi bor ichida. Mana kelyapti urg'ochi. Mana shu balashim urg'ochi. Ana urg'ochi. Maşallah. Orqalar ham kelgan ekan. Urg'ochi. Alohida videosi bor. Urg'ochisi. Bundan tashqari ham sotiladiganlari bor rekorddan. Marhamat olsanglar bo'ladi. Alohida videolari bor inshaalloh. Sizlarga qilib tashib beramiz. 186-nomerdagi erkak toyimiz. Jonivor. 187-nomerdagi erkak toyimiz. 190-nomerdagi erkak toyimiz. 192-nomerdagi erkak toyimiz. Jonivor. 195-nomerdagi erkak to'qora erkak toyimiz. Orqada bir bitta oq ekan. 197-nomerdagi erkak toyimiz. Maşallah. Ay jonivor. 199-nomerdagi erkak toyimiz. Jonivor. 194-nomerdagi erkak toyimiz. Qo'shqarani maşallah. Jonivor. 191-nomerdagi qaytalimiz. 189-chi qaytalimiz. Jonivor. Yomon baland katta narsa ekan. Oting bo'lsa zo'r bo'lsin, zo'r bo'lsin. Jiron qashqa to'ruq bo'lsin, to'ruq bo'lsin. Oting bo'lsa zo'r bo'lsin. Jiron qashqa to'ruq bo'lsin, to'ruq bo'lsin. Yoki ko'k, yoki zot qora bayir bo'lsin.